Assalomu alaykum, hurmatli akalar, opalar. Bugun aristonni tozalashni o'rganamiz. Bu ariston qo'yilganiga 3 yil bo'lgan. 3 yil vaqtdan beri tozalanmagan. Shu tozalashni o'rganamiz. Birinchi o'rinda bu aristonimizni elektr tarmog'idan uzib olamiz. Uzilgan holatdan keyin suv liniyalarini bekitib olamiz. Ya'ni issiq suv va sovuq suvni bekitib olamiz. Bekitib olganimizdan keyin tagida o'zi ulangan nuqtalar bo'ladi. Misol uchun mana sovuq suvniki. Ko'rinyaptimi? Sovuq suvniki. Bu esa issiq suvniki, mana qizil holatda bo'ladi. Bir xil aristonlarda manellari yashil holatda bo'ladi, manellari qizil holatda bo'ladi. Hamma aristonlarda har xil. Bu Royal ikkita shaxlik yangi versiyasida. Ya'ni ikkita shaxda emas ham, ikkita quloqli desak ham bo'laveradi. Endi buni bo'shatib olish uchun shu yerda boltlari bor. Shu boltlarni bo'shatib olishimiz kerak. Ya'ni himoya g'ilofini ko'chirib olamiz. Bundan keyingi holatda u ko'chirilgan holatini ko'rsatamiz. Bo'shatish uchun himoya g'ilofini bo'shatamiz. Ochib olamiz uni. Bizga kerakli bo'ladi atverka, oddiy atverka uyimizda bo'lgan. Oddiy atverka kerak bo'ladi. Yo'qolib qolmasligi uchun boltlarni bir joyga to'plab qo'yamiz. Buni birinchi o'rinda himoya g'ilofini olganimizdan keyin asosan 3 talik yoki 4 talik bo'ladi. Hamma aristonlarda har xil. Akalar, mana chiqarib oldik. Hozir bular yangi modellarda boshqacharoq holatda qilingan ekan. Bu ochilmaganligi hisobiga yaxshilab ko'rib olamiz akalar. Mana bu ikkita boltini chiqardik, ko'rgan bo'lsanglar. Hop, mana bu yerda bu birinchisi va bu ikkinchisi. Ikkita bolt chiqardik. Mana bu yerdagi o'zi holatdagisi, bundagi o'zi bolt bo'lmaydi ekan. Bu vozdухni havoda ichkarida tellamaslik uchun qo'yilgan ekan. Endi yaxshilab ko'rsanglar, mana chiqmaydi ekan. Chiqmaydigan holatda biz chiqmadi deb tushunsak, buni ichida mana anaqani tagida o'zi bolti bor ekan. Bu yozuvni, vнимание degan yozuvni olib tashlaganimizdan keyin ichidagi bolti ko'rinadi ekan. Hozir bu olingan holatini keyingi holatini hozir qo'yamiz. Shuni olib tashlash esingizdan chiqmasin. Bu Royal'ni yangi versiyasidagi, yangi holatdagi ikkita quloqlik versiyasi. Mana modellarni ham ko'rib olishimiz mumkin. Akalar, yaxshilab ko'rib olamiz. Bu qizil kelgan sim ko'proq chap tarafda turadi. Shuni sug'urib turamiz. Mana pastga, mana bitta tortsa, mana pastga sug'uriladi. Qizil sim chap tarafda, qorasi o'ng tarafga ulangan bo'ladi. Yaxshilab tushunib olamiz. Qayerga ulangan bo'lsa, qanday holatda ulangan bo'lsa, shuni ulashimiz beradi. Mana elektr plus minus kirgan, bitta massa bunga bergan. Bitta massani bunga boltga qatirib mana yerga bergan. Mana ko'rinib turgan bo'lsa, mana sizlarga yaxshiroq ko'rinish uchun hozir bet qanaqalik qilyapti. Mana ko'rinib turgan bo'lsa, mana shu holatida buni ham bo'shatib shu yerga qatirishimiz kerak. Qolgan sxemalarga tegmay qo'yaveramiz. Asosiy kelgan mana ikkita mana tepadan tortsak, mana bu tepaga aristonimizga chiqqan liniya bo'ladi. Bularni ham shunday bo'shatib olamiz. Buni endi bo'shatishimiz uchun mana yerda 10 kulishli tushadigan joyimiz bor. 10 kulishli tushadigan joyni bo'shatib olsak, bu o'zimga pastga tushadi. Qanday ulangan bo'lsa, shunday holatda ulanishini sizlarga tavsiya berib qolaman. Mana akalar, tepadan kirgan mana pastdan mana ikkita maydan chiqqan, maydan kirgan ikkita chiqardik. Chiqarganimizdan keyin bedagi massani uzib olamiz. Uzib olganimizdan keyin blogini uzib olsak bo'ldi. Keyin ichkarida boltlar chiqarishni boshlaymiz. Mana bo'shatib oldik. Tepadan ham buni asosiy himoya g'ilofini bo'shatib, ichidagi sxemalarni uzib oldik.
uzib olganimizdan keyin endi tarmoqdan suvni uzishimiz kerak. Yo'llarni bekitib turib, tarmoqdan обратный klapanlarni chiqarib, sovuq suv tarafda ochamiz. Chunki bosim ozroq bo'ladi, sovuq suv bu yerdan tushadi. Tushganimizdan keyin biron bir idishga olib to'kib yuborishimiz kerak. Kelar mana bo'shatib oldik. Bo'shatib olganimizdan keyin sovuq suv tarafda ochib olganimizdan keyin suv tarafda ham ochib qo'yamiz. Ochib qo'yganimizdan keyin suv shu holatda tushadi akalar. Suvlar to'la bo'lsa bo'shataverasizlar. Bu liniyalar bekitib olgandan keyin bu holatda tushirib olamiz. Suvlarimizni tushirib olamiz. Undan so'ng keyingi bo'limda buni bo'shatamiz buni. Taxminan 50 litr, 60 litr suv bo'ladi. Suvni asosan tushirib olish uchun yashil tarafda bu tarafda ochib olganimizdan keyin suv tushmay qolishi aniq bo'ladi. Shuni suv tarafda ochib olsak, havo kirgan holatda sirkulyatsiya bo'lib turib, bundan tushadi. Taxminan 50-60 litr suvlar chiqib qolishi mumkin. Uni aristoningizni sig'imi katta kichiklik jihatidan bo'ladi. 80 litr yozilsa ham, lekin 70 litr, 65 litr suv bo'ladi. Hozir suv chiqarish jarayonidamiz. Mana suvimiz ham tugadi. Oxirgi tomchilar chiqyapti. Endi buni bo'shatishni boshlaymiz. Bu yerga 10 kulchimiz o'zimizni 10 kulchlar tushadi. Kulchimiz 11 da ham bo'shatsak bo'laveradi. Hop, bo'shatish jarayonidamiz. Bo'shatib olganimizdan keyin o'zimiz qo'limizni bunday qilsak chiqaveradi. 2 rezva tortganimizdan keyin o'zimiz bo'shaveradi. Yo'qolib qolmasligi uchun bir joyga bu boltlarni olib qo'yamiz. Hammasi bo'shatganimizdan keyin buni pastga tortsak tushadi. Shunga harakat qilamiz. Bo'shatish jarayonidamiz. Boltlar bo'shatib olganimizdan keyin pastga tortsak, himoya g'ilofi o'zini temir zashtasi chiqishni boshlaydi mana. Ichida qurumlar yana 3-4 litr suv qolgan bo'lishi mumkin. Shularni chiqarib olamiz. Hozir holatini ko'rasizlar. Mana holati. Mana 3 yillik to'plangan holati. Mana ko'rgan bo'lsanglar, shu holatda bo'ladi, mana. Mana ichki holati mana. Mana ichki holati. Mana shu holatda bo'ladi. Endi buni alyumin qismi, qo'rg'oshin qismi deyishadi. Mana qism. Qo'rg'oshin qismi shunaqa nagar holatda bo'lib ketadi. Bu aristonimizni ochishimizdan asosiy maqsad, tozalashimizdan asosiy maqsad suvimiz yaxshi isimayib turganda, ya'ni elektr rasxodimiz baland bo'lib ketadi. Baland bo'lib ketganda shunaqa holatda bo'ladi. Hozir sizlarga ichki qismlarini ham ko'rsataman. Ichki qismlarni ham yaxshilab ko'rib olasizlar. Shu holatda bo'lib ketadi. Xudo xolasa, ten holatlari yaxshi holatda. Tenimiz o'lmagan. Ten qismi shu holatda shunisi deyiladi. Bu yerda qo'rg'oshin qismi mana nagar bo'lib, bu qo'rg'oshin qismini olamiz. Bu qo'rg'oshin qismi do'konlarda, hostavallarda 10 ming so'm yo 15 ming so'm atrofida bo'ladi. Buni bo'shatib turib, buni qo'yib olamiz. Bu shu yerga qatadi, mana shu yerga o'zi o'rnaydi. Hozir tozalangan holatlarini ko'rsataman. Hozir ichki holatlarni sizlarga ko'rsatsam. Hozir ichki holatlarni ko'rasizlar. Royalni ochdik, ochilganidan keyin ichki holatlar mana. Mana ko'rishingiz mumkin. Ichki holat asosan shu kirish qismlariga yaxshigina nagarlar, yaxshigina axlatlar yig'ilib qoladi. Bularni ichini yuvib, yaxshilab tozalaveramiz. Mana ichki holatlari, mana shuncha axlat. Mana holatda. Bu 2 yildan oshiqroq, 3 yilga yaqin bo'lgan Aristonni holati. Endi bir xillarda suvlari yaxshi bo'lmasa, bir xil hududlarda suvlar yaxshi bo'lmasa, tezroq nagar bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni ichimlik suvdan olmay, yertaydan artizandan oladiganlarda ko'proq shu holatlar bo'lishi
mumkin. Bu yil davomida tozalab tursanglar, o'zimizga foyda bo'ladi. Mana qaranglar, mana holatlarni qaranglar, mana qaranglar, mana qaranglar. Mana qaranglar. Shu ko'rinishda tosh, nagar yo boshqa holatda bo'lib ketishi mumkin. Mana qaranglar. Mana shu holatda bo'ladi. Endi buni yaxshilab tozalab, ichlarini yuvib, keyin qo'yilgan holatlarini ko'rsatib o'taman. Ichidan ochib tozalash jarayonidamiz. Yosh bolaroq, misol uchun, o'g'linglar bo'lsa, ichiga qo'lini tiqtirib tozalatsanglar, bunaqa holatlar tushadi. Mana. Mana. Mana shu holatda bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Mana to'planyapti. Mana ichi to'la nagar. Shuncha axlat chiqyapti. Bu hali boshlanishi. Buning ichidan yarim paqirdan oshiqroq axlat chiqadi. Sababi anchadan tozalanmagan. Ichlarini ham suvlar urib yuborsanglar, oshiqcha shiqlaklari chiqib ketadi. Qo'l bilan tozalab, qo'linglar agar o'zingizlar qo'linglar sig'masa, farzandinglarni yoki yoshroq ukanglarni yo birontasini qo'lini kichikroq qo'l hajmi borda solsanglar, ichidagi axlat nagarlarni tozalaydi. Endi bu aristonni yaxshilab tozalash uchun pastga olishimiz kerak. Pastga olib ichlarini yuvamiz. Axlatlar tozalash jarayonidamiz. Asosan axlatlar yaxshilab ko'rsanglar, bu mana shu kirish qismiga to'planadi asosan axlatlarimiz. Ichki qismlari aristonni ko'rinishi shu ko'rinishda bo'ladi. Yaxshilab ko'ringlar mana. Pokiza turibdi. Suv urib bir qator chayorsak bo'laveradi. Asosan shlaklar, mana hozir men telefonim sig'mayapti. Shu kirish qismi to'planadi asosan. Shu kirish qismida axlatlar to'planadi, lekin mana tepa qismlari, mana aristonimiz shu holatda bo'ladi. Ikkita ketgan ichidagi turba bu ustun jihatida, ya'ni mustahkamroq ushlab turish jihatida bo'ladi. Mana bu issiqlik aniqlaydigan datchik hisoblanadi. Ya'ni bu tepadagi shuni ishlab beradigan qism bo'ladi. Akalar, ichidagi tozalash vaqtida endi buni chirmagan holatda tozaladik. Chirish ilojini qila olmadik. Sizlarda ham shunaqa holat to'p bo'lsa, ichida qo'linglarni tiqib turib tozalagandan keyin, biron bir ukanglarni yo bolanglarni qo'linglarni tiqib tozalagandan keyin, agar anaqa bo'lmay qolsa, buni baklashkani, shuni kichikroq, mana shunaqa hajmdagi baklashka qo'yamiz. Tagidagi axlat paqirni tagiga qo'yib olib turib, buni suv haydasak, suv tushadi, ichidagi axlatlar yuvib tushadi buni. Yaxshilab ezib olamiz. Mana qora holat tushyapti. Ko'rdinglar? Shu holatda yuvsak ham bo'laveradi. Mana yana yaxshilab. Ichida qora suvlarni, hurmatli operator, suvni ko'rsatishingizni so'raymiz. Yana 3-4 marta. Mana ichidagi qora suvlar ichidan yuvilib tushib ketadi. Agar chirish iloji bo'lsa, chirib turib pastga ishlar ko'rib yurganinglarga yetmaydi o'zi aslida. Biz chirolmadik, chirolmaganimiz uchun shuni shu ustida yuvishda tashkillashtirdik. Akalar, mana narsani hozir olib keldim. Do'konlarda 10 ming so'm bo'lar ekan. Bu alyumin qo'rg'oshim sifat narsa bo'lar ekan. Shunga o'zi nagarlarni o'zi to'playdigan narsa bo'lar ekan. Hali ko'rgan bo'lsanglar, video davomida ko'rsanglar, o'zi qatib tosh sifat bo'lib ketar ekan. Bu yemirilar ekan. Yillar o'tib yemirilib ustiga nagar olar ekan. Buni 10 ming so'mga oldim. Bu maydan bo'shaydi ekan. Bunday bo'shatsanglar, o'zi bo'shaydi ekan. Yoki agar bu qattiq holatda bo'lganda, buni gazoy kulishda yoki omirda bo'shatsanglar bo'shaydi bu. Mana shuni qo'yib ustiga qo'yib olasizlar. Aristonimizni endi o'rnatish jarayonini boshlaymiz. Pastga olib tushib, buni ko'tarib tushirib, yuvib, tozalab ichlarini, mana ichlari ham mana
Hali ko'rgan holatinglardan ancha chiroyli, toza holatda topib oldi. Mana ichlari ham toza holatda suvlar urib, yuvib tozalab oldik. Endi o'rnatishni boshlaymiz. Akalar, bu shu mana boltlari bo'ladi. Boltlarni qo'yish, buni chiqarganimizda qaranglar. Yaxshilab ko'rib olinglar mana. Buni kiryapti mana. Mana kirdi, ha? Ko'rgan bo'lsanglar. Mana bunday yuradi. Bunday yurgan holatida o'zi osilib qoladi. Ya'ni mana qilingan mana. Tushundinglar-a? Akalar, opalar. Mana kirdi. Ilib olamiz endi. Shu holatda ilingan holatini hozir ko'rsataman. Mana ilingan holati. Akalar, videoni boshida ko'rgan bo'lsanglar, o'rtalarida mana tozalanganda mana idish, mana teni o'ta qiyin holatda edi. Endi sen yaxshi tozalamabsan deganingizda, akalar qo'lda yoki yumshoqroq materiallar tozalash kerak. Bu tent bo'ladi, tent ichida simi bo'ladi. Agar teshib netib qo'ysanglar, suvga to'kib turib, har xil holatlar keltirib chiqarish mumkin. Shuning uchun juda ham ehtiyotkorlik holat tozalanadi. Bo'lmasa, o'zbek do'konlarda shunaqa nejavekalarda, shunaqalar uchun kislotasi bor. Kislotasi 1 solsanglar 15 ming so'm bo'ladi 2 litri. Kislotasi solsanglar, kislotani o'zi tozalab oladi. Men kislota topa olmadim, afsuski. Shuning uchun qo'lda tozaladim. Endi bu holatda ham kamida 1-2 yilcha xizmat qiladi. Lekin обязательно shu mana ko'rib olinglar yaxshilab. Mana ten qismi bu, o'zimizning ten qismi. Mana alyuminiy qurg'oqchi narsa. Buni videoda boshida ko'rgan bo'lsanglar, mana raso holatda edi, bu yangi qo'yildi. Endi buni o'rnatish jarayoni, buni shunday o'rnatish jarayonini qo'yib ketaman. Hozir boltlar keldi. Boltlar bu teshiklarga to'g'rilanadi. Bu boltlar qatirib olganimizdan keyingi holati, keyingi qo'yib ulanish holatlarini ko'rsataman sizlarga. Mana. Akalar, mana tashqariga olib chiqib oldik. Endi buni ustomonga qilish jarayonini ko'rsataman. Buni qo'yib, tenni qo'yib qatirib olganimizdan keyin endi buni korpus qismini, ya'ni sxema qismini qo'yishni boshlaymiz. Bular asosan termostatni o'sha issiqlik darajasini bilib turadigan narsa bo'ladi. Qaysi aristonlarda uzunroq bo'ladi. Bu Royal yangi versiyalarida 2 shaxlilarda, ya'ni 2 ta quloqlilarda 2 ta chiqqan ekan. Buni qanday chiqargan bo'lsak, shu holatda ustomonga qilamiz. Ustomonga qilingan holatini ko'rsataman hozir. Akalar, mana qatirib oldik. Joylab, sxemalar qanday olgan bo'lsa, xuddi shunday bo'ldi. Keyin yana bir narsa bilib olsanglar bo'ladi. Asosan hamma narsa upakovkasi bilan o'sha yerda shuni birinchi bizga ochilmagan, birinchi ochilishida shu yerdan anaqa nakleykasin olib tashladik. Mana asosan 4 ta boltda bo'ladi. Qatirib oldik endi. Buni ilamiz endi. Gelav shlankalar qo'yish jarayonidamiz. Yaxshilab fulintalab olganimizdan keyin, yaxshilab qatirib olganimizdan keyin shu ko'tarmagan holatda shu holatda qo'yaveramiz, o'zimizni qiynamagan holatda. Keyin unga o'rnatish osonroq bo'ladi. Xo'p. Birinchi o'rinda обратный klapan bor, har doim обратный klapan qo'yish kerak mana shu narsani. Bu o'zi zavodskiy ham chiqadi, o'zinglar olsanglar ham bo'ladi. Bu nimaga kerak bu? Bu narsa o'sha aristonga yuqori bosim kelganda, termostatda ishlamay qolganda yoki boshqa narsa bo'lganda suvni faqat bu yoqqa suv chiqadi, tepaga. Pastga qo'yib yubormaydi. Ya'ni har xil holatlarda mana stelka ham qo'yib qo'ygan, faqat tepaga mana. Обратный klapan mana bu yoqqa qo'yib yubormaydi. Shuni qo'shishimizni tavsiya qilamiz. Portlashda, eng asosiy portlashda anaqasini oladi. Bunda o'zi 65 ming mana bosimgacha, mana 0.65 ming bosimgacha yozilgan. Bu kattasini qo'yib bo'lmaydi. Buni 100 ligi, 85 ligi, 75 ligi, har xil 95 liglari bor. Buni o'zi Ariston sig'imiga o'ziga qarab zavodskiy o'zidan chiqadi. Agar o'zidan yoqmasa, misol uchun firmalarga. Sizlar o'zingizlar xuddi shunaqa Aristonni katta kichik 80 litr, 50 litr, 30 litrli Aristonlarimiz bor, shunga qarab olishimiz mumkin. Endi buni asosiy maqsadi o'sha suv ishlamay qolganda, ichkarida suv qaynab, bosim yuqori bo'lib ketganda, tasavvur qilinglar, paqirga suv qo'yib qaynatganimizdan keyin qopqog'ini yopib qo'ysa, yonlarni toshishga harakat qiladi. Xuddi shunaqa holatda mana shu yerda, mana shu bosimdan keyin qo'yib yuboradigan katta bosim bo'ladi. Buni atrofi temirli bo'ladi. Shu holatda shundan mana shu yerdan suv o'zi qo'yib yuboradi. Mayda endi ustalar biladi, o'zlari ligirovkalari bor. Ligirovka qilinadi.
Lekin bo'lmay qolgan holatda shu yerdan bu yoqdan ham otaveradi, bu yoqdan ham qo'yaveradi. Suv qo'yaveradi va shu portlash xavfini oldini oladi. Endi buni ilish qo'yish jarayonini ko'rsataman. Hozir ilib qo'yib bo'lganimizdan keyin ishlatib ko'rsataman. Akalar ulab qo'ydik. Mana ishlash jarayoni boshlandi, isish jarayoni boshlandi. Muhimi birinchi o'rinda to'g'ri ulashimiz. To'g'ri ulab qanday chiqargan bo'lsa, shunday holatda, uy holatida o'zimiz qilishimiz uchun shunday holat qilishimiz kerak. Bundanda qiziqarli videolarda akalar o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishinglarni so'rayman. Bittadan like bosib qo'yinglar, xizmatimiz uchun bittadan like bosib qo'yishinglar mumkin. Qiziqqan savolinglar bo'lsa, kommentlarga savolinglarni berishinglar mumkin. Hammanglarga rahmat.